Allohdan qo'rqmaydigan odamlar ham bor-da. Hozir Gentraga metan gaz uстановка qildirganim bir ustaning oldiga borgandim. Xo'p, narxi ozroq qimmat ekan, $350 deb aytdi. Sal qimmatli qildi. Endi mashinam yangi emas, eski bo'lgani uchun eskiroq yo'qmi aka, ozroq arzon bo'lsa deb aytdim. 1-2 yil, misol yili eskiroq sal arzonroq bo'ladi-ku, o'shanaqa aytdim. Aka, minmoqchimisiz, sotmoqchimisiz dedi. O'zimga minaman, mashinani sotmayman. Desam, o'zingizga bo'lsa aka yangisini qo'ying. Sotadigan bo'lsangiz eskisini qo'ying dedi. Nimaga eskisi? Bo'lmaydimi eskisi desam, "Yo'q aka, garantiya yo'q, portlab ketishi mumkin" deyapti. Kunlar issiq, eski balonlar portlaydi. O'shanga o'zingiz uchun o'zingiz minmoqchi bo'lsangiz, yangisini qo'ying deyapti. Xuddi men uni gapiga ishonib, o'zim menga qayg'uryapti deb o'sha odamga ishonib gaz balon qo'ydirishim kerak. Unaqa odamga men hech qachon gaz balon qo'ydirmayman. O'zini yaxshi ko'rsatib, endi men qarang-da, kallani o'ylayotgan narsasini qarang. Eski balon agar sotadigan bo'lsam, eski balon qo'ydirishim kerak, portlab ketsa ham mayli, to'g'rimi? Birov ham inson, qanaqa odamsizlar, shunaqa gaz balon qo'yyapsizlarmi sizlar? Sotadigan mashinaga o'sha portlaydigan gaz balon qo'yib, o'zi minish uchun yangi balon qo'yish. U qanaqa degan, nima degan gap, Shunaqa insofsiz odamlar haqida nima deysizlar sizlar?